Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy tarmoqda kuzatgan obunachilarimiz. Mana 21-mayga Giant Trend gilosimiz holati. O'zini o'zi changlatadigan gilos. Hosil qilmayapti deganlarga. Buni valovoy uch bilan bir xil pishadi. Mana hosili. Rossiyaga eksport bo'ladi valovoylar bilan bir xildi. Kalibrlari ham unaqa mayda emas, hammasi yaxshi kalibrda. Qo'shmaqlari ham bo'ladi. Qo'shmaqlari ham lekin ko'pi bir xil. Mana shu holatda. Kalibrlarni o'lchab ko'rsatadigan bo'lsak, kalibrlari 28, 27, 30 gacha bo'ladi. Mana misol 28, 6 uzilyapti bugun. 27 29, 30 har xil. Eng kichkina kalibri menimcha 26, 27 chiqyapti. Kimga ushbu gilos ko'chatlardan kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Mana hosili. 3-4-yildan уже massiviy hosilga kirishni boshlaydi. Ekasiz 2-yildan hosil qilaveradi. 3-4 yilda уже 30 kilo, 40 kilogacha misol bemalol hosil ustida bo'ladi. Mana mashinamizda ham hosillarni ko'rishlaring mumkin. Valovoylarimizda valovoylar holati. Valovoylarda ham bor, kamroq bo'lsa ham bular 4-5-yildan yaxshi hosilga kirib ketadi valovoylar. Mana. Skina sorti bular, mana ular skina. Skinalar ham hosil yaxshi, o'zini o'zi changlatadigan gilos. Tana bo'ylab hosil oladi. Barg dorasi hozir misol ko'rinmayapti, hammasini hosili zo'r. Mana shunday pastgacha giloslari bor.